o'zingizga bo'lgan ishonchni oshiradi, to'g'rimi? Qanday bo'ldi bu tanlovdagi ishtirok? Jajji muxlislarimiz, nima deydi, muxlislarimizga jajji ijrochilarimiz ham fikrlarini bildirsalar. Marhamat. Tanlov sizlarga yoqdimi, qiyin bo'lmadimi? Shu xususda gapirib bering. Qiyin bo'lmadi unchalik. Bir ikkita joylarga adashtirib qolganini tezlikda bo'lsa astaroq chiroyligina qilib oldi. Hayajonlandingizmi? Yo'q, bitta Bo'lmadimi? hayajonlandim. Juda ham yaxshi. Nima ijro Qanaqa raqs qildingiz ijro etdinglar? bayramda? Raqsmas masalimda aytdim. Yamin qurbon lol bo'lgan tulki masalni. Qani bitta aytib beringchi bizga ham. Yamin qurbon lol bo'lgan tulki. Zo'qchi yerda daraxtda pishloq, tulki kelib gap otishuvchi. Oh, azizim, jonginam zo'qchi. Ovozingga qo'yildir barcha. Do'rig'ingni eshitib birdan. Sevindim chundan. Shundan beri men senga mushtoq. Sayrab yurgin, yo'qdim o'rtoq. Pishlog'ini xuddi shu lahza qanotiga qistirdi zo'qcha. Qah-qah urib qaytardi javob. He 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 he, seni sevaman qayoqda? Likillatma. Menga demangni. Borib olda. Katta uyingni. Ko'r hassasini yo'qotar bo'lgan. O'tib ketdi. Endi mahal. He 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 he. So'ng pishlog'im cho'qdasda, tulki nochor mo'ltirab pastda xo'rsindi-yu kuldi zo'raki, lonjalardan oqdi solaga. Malades. Bilasizlarmi, bu qizchani bu ijrosini ko'rib nima esimga tushib ketdi? Bilmayman, 6 yoshimdami, 7 yoshimdami bolalar telekanalda bolalar ko'rsatuvi uchun kostyum bo'lgan edi va ularda ham xuddi shunday ijro etib berishning sharti bor edi. Hamma shartdan o'tib kelib, mana ijro etish shartida xuddi shunday tulkini obrazini qilib bergandim. Men ham shu bahona telekanalga kastingdan o'tib ketgan edim. Xuddi shu obrazni yana men ko'rib, bolaligim esimga tushib ketdi va shunaqa zavqlandim. Juda ham barakalla deyman sizga, mahoratingiz